Lendi oyun başlandı. Telegram hakkında yaxşı dahşat ma'lumot. Haligi Telegramda kontaktga kirsanglar haligi sizlar tanimaydigan odamlar, notanish odamlar, kontaktidagi odamlar. Mana hozir kontaktga kiramizda, mana kontaktga kirsak mana bu yerda menda bir dunyo odamlar, men bularni 90%ni tanimayman. Men buni qilib masalan mana bosib turamizda, mana udalit qilamiz. Lekin bir kun ikki kundan keyin yana paydo bo'ladi. O'sha kerakmaydigan odamlarni o'chirib tashlab, yana boshqatdan bu yerda chiqmaslik uchun nima qilish kerak? Mana nazat qilamizda, настройкаga kiramiz. Mana настройки. Настройкаga kirgandan keyin shundoq kutamizda kondisionalnost degan joyni bosamiz. Mana shuni. Keyin sekin mana bundoq yuramizda. Mana bundoq. Mana bu yerda ko'rdinglarmi? Udalit importoroperivenniy kontakt deb qo'yibdi. Shuni bossanglar o'chadi hammasi. Lekin bir kundan keyin yana paydo bo'ladi. O'sha paydo bo'lmasligi uchun mana buni ham o'chirib qo'yish kerak. Mana bundan pastdagisi подсказать людям при поиске deydi. Agar sizlarni Telegramda izlab topishni xohlasanglar, mana buni yoqib qo'yinglar. Men xohlamayman, shuning uchun o'chirib qo'yaman. Da yana bu birinchi turgan mana udalit importni bosamiz. Siz rostdan ham o'chirmoqchimisiz deydi. Ha, rostdan ham o'chirmoqchiman deymiz. Shunday aylanib turadidan pok bo'ladi. Endi hozir nazat qilamizda, haligi kontaktga o'tamiz. Qayerda u kontakt? Kim biladi? Kontaktlar qani? Yo'q. Kontaktlar o'ldi. Nazat qilamizda, mana boshqatdan kiramizda, mana kontaktlar. Kontakti. Yo'q mana. Hech kim yo'q kontaktda. Hech qanday musor yo'q. Ha, lekin buni qilgan bilan sizlarda bu yoqdagilar o'chib ketmaydi, turaveradi. Undan xavotir olmasanglar ham bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Nima qilish kerak oxirida bilasizlar? Ha, to'g'ri.